kunim bitib qolsa, o'sha qishlog'imga olib ketishadi. Meni qishloqda ham uyim bor. 4 xonali, 5 xonali. Endi qishloqda sharoitini bilasizlarmi, bilmaysizlarmi? Sharoiti boshqa. O'g'lim bu yerdan uy olgandan keyin kelib qarasam, qulay ekan. Men aytdim, men sizlar bilan endi yashayman dedim. Bu katta o'g'lim. Lekin kichkina o'g'lim uyda qolgan. Shu yerda yashayapman, menga ma'qul. Juda ham ma'qul. Qaysi jihatlari bilan ma'qul? Hamma tomonlama. Qaridim, 87 ga kirdim. Lekin hech ham qariga o'xshamaysiz-ku. Yo'q, yo'q, nima uchun? Kunim bitib qolsa, o'sha qishlog'imga olib ketishadi. Ya xudo saqlasin, hali ancha yosh ko'rinasiz. Xaslasa bolalar rohatini ko'rib yuring, niyat yaxshi qilavering. Ha, qilaman, niyatni yaxshi qilaman. Xudo yosh bersa yashayman, necha, lekin qachon nima bo'lishimni bilmayman-da. Hech kim bilmaydi. Qarigan chog'imda qarilik gashtini surayapman shu yerda. Bilasizmi? Shunday ansherga chiqib o'tirsam, mana uylardan men keksa odamlar bo'lsa, hammasi meni oldimga yugurib keladi. Men hammasidan keksaman-da endi. Nimani hisobidan bunchalik yosh ko'rinasiz endi? Mehnatni ko'p qilganman. Mehnatni ko'p qilganman. Mirzayev prezident bo'lgandan beri ham davlatimiz tinch, to'qchilik, obodonchilik yaxshi. Hamma narsa bor. Duo qilib o'tiribsiz. Duo qilib o'tiribman. Hech qanday men masalan prezidentlarga, katta odamlarga birovlar til tegizsa yomon ko'raman. Juda yomon ko'raman. Bir savdogar ayol bor edi, olamdan o'tib ketdi. Voy, unday, voy, bunday deydi. Men bir marta aytdim, to'xta dedim. Sen savdogar eding dedim. O'zi savdogar-da. Choponingda mana yerga material sop uchini ko'rsatib sotayding dedim. Qarab sizlarga yo'l ochib berdik. Hammang dedim, har joyda narsa olib sotib atibsan-ku dedim. Desa bilmasam, hamma yomonlaganga men ham yomonladim-da dedi. Men aytdim, sen bizga oldimizda yomonlama dedi. Tilingni uzib olaman dedingizmi? Tilingni uzib olaman dedingizmi? Men masalan men dedim, meni oldimda yomonlama masalan dedim. Men ham seni gunohingga qo'shilib qolaman dedim. To'g'rimi?